Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz tog'dagi obyektimizga tayyor rulonli gazon ustanovka qilib berishga kelganmiz. Bundan oldingi safar fontanlarini qilib, yerlarini tayyorlab ketganmiz. Hozir mana gazon qo'yish jarayonidamiz. Mana xudo xolasa shogirdim gazon qo'yyapti. Mana umuman stiklar yo'q. Mana Ilhom, charchamayapsanmi? Mana xudo xolasa ish jarayonimiz. Mana ustanovkani nomeradini bo'lyapti. Inshaalloh xudo xolasa. Mana gazonni mana shunaqa ustanovka qilgandan keyin, ustanovka qilib qo'ygandan keyin bitta namiqtirib gazonga suv qo'yib olinadi. Suv qo'yib olgandan keyin ustidan iloji bo'lsa bitta katok yurg'izib yuborish kerak. Maqsad gazon yerga yaxshilab yopishib oladi. Keyin hech qanaqa qurib qolish, sarg'ayib qolish bo'lmaydi. Suvni issiqda emas, yer sovigandan keyin salqinda suvlarni qo'yib turish kerak. Lekin tog'da manzarasi ham bor. Aksi boshqacha atmosfera. 3 oylik bo'lgandan keyin gazonimiz bitta sulfat ammoniy yoki o'zini vitamini bor, shunaqa dorilarni berib qarash kerak. Kimga mana shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, gazon ustanovka qilish yoki mevali daraxtlar, dekorativ gullarni parvarish uhot strechkalari kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaring mumkin.